Bugungi videoroligimizda Minecraftdagi qonxo'r qishloq haqida gaplashamiz. Do'stlar, agarda sizlarga mana shunaqa creepypasta videolar kerak bo'lsa, kommentariyada creepypasta so'zini yozib qoldiringlar va men sizlarga mana shunaqa creepypastalarni tahlil uchun tayyor holatda tashlab boriladigan Telegram kanal linkini tashlab beraman. O'yinchilar o'z dunyosida har doimgidek oddiy survival qilishayotgan edi. Hamma yoq tinchlik, ularga hech narsa xalaqit bermayotgan edi. Lekin ular bilmasdiki, bu o'yin davomida ularni qanday qiyinchiliklar kutayotganini ular bundan bexabar edi. Biroz muddatdan so'ng bizning qahramonimiz shaxtaga tushib ketdi, o'ziga kerakli resurslarni to'plash uchun. U o'zi uchun bir nechta temirlarni qazib oldi. So'ngra tepaga chiqib o'zining temirlarini erita boshladi. Hech ham tushib qoldi. O'yinchimizning bir sherigi bir qishloq ko'rgani, lekin u juda ham g'alatiligi haqida chatda yozdi. O'yinchimiz esa bu gaplardan so'ng atrofni ko'zdan kechirib chiqa boshladi, chunki sarosimaga tushgan edi va bir zombini uchratdi. U bilan jang qildi. Undan so'ng ikkita skelet bilan jang qilishga harakat qildi. Ularning bir-biriga o'q tegib ketgani sababli ular bir-biri bilan urushdi va o'yinchimiz esa uyiga sekingina ketayotgan paytida skeletlarga qaraganda ular birdaniga g'oyib bo'lib qoldi. Bu nimaligini umuman tushunishmadi. Uchinchi o'yinchi o'yinga bir marotaba kirib chiqdi, lekin qaytib kirganida umuman onlayn bo'lmadi, faqatgina avki holatda turdi. Ular sheriklarini chatga yoza olasanmi deb chaqirishdi, ammo u javob bermadi. Ular ertasi kun tongda ham do'stlarini chatga taklif qilishga va uni yozishga majburlashga harakat qilishdi, lekin hech qanday javob bo'lmadi. Bir necha soatlik qidiruvdan so'ng ular do'stini topa olmay uyiga qaytishdi. Tong arafasida ular do'stini kondan ham izlab ko'rishga qaror qilishdi. Do'stlar, shu joyda kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki biz tezroq 10,000 ta obunachi to'plashimiz kerak. Bunga esa sizlarning yordaminglar kerak. Shuning uchun pastga tushib tezroq kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Kommentariyada esa o'z fikrlarini yozib qoldirishinglar ham mumkin. O'yinchilar do'stini qidirish bilan birgalikda konda o'zlariga kerakli resurslarni ham qazib olishdi. Ular tashqariga chiqib sekin-astalik bilan atrofni kuzata boshlashdi. Bu tashqariga kimdir campfire qo'yib ketganini ko'rishdi va bunga qiziqib yoniga borishdi. Uning oldiga borishganda birdaniga qandaydir g'alati ovozlar eshitila boshladi. Bunday ovozlar ularni juda ham qo'rqita boshladi. Va uy ichida kimdir yurganini ko'rishdi. Ular uyga sekin-astalik bilan kelishganda uylarda qon paydo bo'lib qolgan edi. Uy ichidagi mavjudotni atrofdan izlab ko'rishdi, lekin topisha olmadi. Ammo yonlaridagi ikkinchi uylarga qarashgan paytida uning ichi qop-qorong'u bo'lib qolgan edi. Bunday g'alati voqealar bularni juda ham qo'rqita boshladi. Ular uyga yaqinlashganda ularga ko'rinmaslik effekti qayoqdandir kelib qoldi va bu ularni juda ham sarosimaga solib qo'ydi. Ular uy ichiga sekin-astalik bilan kirishdi va kirgan paytlarida esa uchinchi sheriklarni oyog'idan ichkariga osib ketishgan edi. Bundan tashqari uy ichida sizlar keyingisizlar degan tekst ham bor edi. Va buning hammasini o'sha qonxo'r qishloqqa qilayotgan edi. Do'stlar, videoni to'liq holatda Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Buning uchun sizlar kommentariyada creepypasta so'zini yozib qoldiring.